Dasturimizda ekologik vaziyatni yaxshilash uchun joylarda o'tkazilayotgan reyd tadbirlari bilan davom ettiramiz. Poytaxtimiz havo sifati kundan kunga yaxshilanib borilyapti albatta, lekin baribir diqqat markazimizda. Ijtimoiy tarmoqlarda turli e'tirozli fikrlar ko'paymoqda. Bularning omili sifatida poytaxtimiz atrofidagi issiqxonalardan chiqayotgan zaharli tutunlar ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahri va viloyatda 600 dan ortiq issiqxona xo'jaligi faoliyat yuritadi. Ulardan 381 tasi poytaxtga yaqin hududlarda joylashgan. Qish mavsumida issiqxonalar isitish uchun asosan ko'mir va mazutdan foydalanadi. Aynan shu yoqilg'i turlari yonish natijasida havoda eng ko'p quyidagi zararli moddalar chiqadi. Inson nafas yo'llariga chuqur kiradi va toza havo sifatining keskin yomonlashuviga sabab bo'ladi. So'nggi ekologik o'lchovlarda Toshkent atrofidagi ayrim nuqtalarda PM2.5 miqdori me'yordan bir necha baravarga oshgani qayd etilgan. Mutaxassislar bu holatlarni issiqxonada yonish tizimlari uchun mo'ljallangan filtr quvurlarini o'rnatilmagani yoki mavjud bo'lsa ham to'liq ishlamayotgani bilan izohladi. O'rtash tumanida issiqxonalarni isitish mavsumi oldidan bir necha bor changoz tozalash uskunalari o'rnatish bo'yicha ogohlantirish berilgan. Shunga qaramasdan changoz tozalash uskunalari o'rnatmagan isitish issiqxonalarga moliyaviy sanksiyalar qo'llanilgan hamda changoz tozalash uskunasi o'rnatilgan qadar vaqtincha yopish bo'yicha qarorlar chiqarilgan. Toza havo barchamiz uchun eng oddiy, ammo eng zarur ne'mat. Poytaxt yaqinida joylashgan issiqxonalar iqtisodiy jihatdan muhim bo'lsa-da, ularning ekologiyaga ta'siri masalasi bugun har qachongidan dolzarb. Mutaxassislar fikricha, filtrlash tizimlarini modernizatsiya qilish, muqobil energiya manbalariga o'tish va nazoratni kuchaytirish orqali ushbu muammolarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin.